Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan ikkinchi semestr 8-mavzuyimiz moliya tizimi va moliyaviy siyosat mavzusining ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Bunda biz ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritib beramiz. Soliq tushunchasi va uning vazifalari, soliqning turlari, Laffer egri chizig'i, O'zbekistonda byudjet va soliq tizimini takomillashtirish masalalari. Dastlab soliq tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, soliq bu davlatning o'z vazifalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy mablag'larni shakllantirish maqsadida jismoniy va yuridik shaxslardan byudjetga majburiy to'lovlarni undirish shakli hisoblanadi. Davlat tomonidan olinadigan soliqlar hamda ularning tashkil qilinish shakli va usullari birgalikda soliq tizimini tashkil qiladi. Milliy iqtisodiyotda soliqlar quyidagi 3 ta muhim vazifani bajaradi. Bu birinchisi davlat xarajatlarini moliyalashtirish, bu fiskal vazifa hisoblanadi. Ijtimoiy tanglikni yumshatish, ijtimoiy vazifa hamda iqtisodiyotni tartibga solish vazifasini bajaradi. Davlat sarflari soliq tushumlari hisobiga amalga oshsa ham, davlat sarflari miqyosining o'sishi o'z navbatida soliqlarning o'sishini taqozo qiladi va uning darajasini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Hozirgi kunda o'sha umumiy tendensiya bo'lgan davlat sarflarining va shunga mos ravishda soliq hajmining o'sib borishini quyidagi omillar taqozo qiladi. Bu birinchidan, aholi sonining o'sishi, ijtimoiy soha xizmatlari sifatining talabini ortishi va urbanizatsiya darajasi, atrof muhitning ifloslanishi, daromadlar tengsizligi va qisqartirish dasturlarini amalga oshirish, milliy mudofaa, davlat xavfsizligini ta'minlash xarajatlari va ularning hajmini o'sishi o'z navbatida soliq hajmining o'sib borishini keltirib chiqaradi. Korxonalar faoliyatini soliq yordamida tartibga solish quyidagi umumiy tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, asosiy barcha daromadlarni ularning manbalariga bog'liq bo'lgan holda soliq undirishning majburiyligi. Ikkinchisi, soliq undirishda barcha uchun yagona umumdavlat siyosatining mavjud ekanligi. Uchinchisi, samarali ishlovchi korxonalarda hamda xo'jalik yurituvchi ilg'or shakllari uchun soliq me'yorlarining rag'batlantiruvchi rolini ta'minlash. To'rtinchisi, soliq to'lovi bo'yicha barcha subyektlar majburiyati ustidan moliyaviy nazoratni amalga oshirish. Soliq stavkasini belgilash bir qator tamoyillarga asoslanadi. Bunda o'sha naflilik tamoyili bo'lishi mumkin. Dastlab bunda o'sha turli shaxslardan, ularning soliqlar hisobiga moliyalashtiriladigan dasturlardan foydalanish darajasiga qarab, turlicha soliq undirilishi kerakligi bildiriladi. Bu yerda o'sha soliq summasining, soliq solinadigan summaga nisbatining foizli ifodasi bu soliq stavkasi deyiladi. Aynan shu orqali soliq stavkasi aniqlanishi mumkin ekan. Ikkinchi tamoyil bu yerda to'lovga layoqatlilik tamoyili. Ya'ni soliq miqdori soliq to'lovchining boyligi va daromadlari darajasiga mos kelishi zarur. Boshqacha aytganda, soliq solish daromadlarning adolatli taqsimlanishini ham taqozo qilishi zarur. Keyingisi adolatlilik tamoyili. Adolatlilik tamoyili bu daromadlar va hukumat dasturlaridan foydalanish darajasi bo'yicha teng bo'lgan kishilar teng miqdorda soliq to'lashi zarur ekanligini aks ettiradi. Soliq bo'yicha imtiyoz qonunchilik bitimlarida belgilangan tartib va sharoitlar asosida o'rnatiladi. Amaliyotda soliq imtiyozlarining eng keng tarqalgan turlari quyidagilar. Bular obyektlarning soliq solinmaydigan eng kam darajasini belgilash, soliq to'lashdan alohida shaxs yoki ma'lum guruhlarni, masalan, urush faxriylari va boshqa yangi tadbirkorlikni boshlayotgan yosh tadbirkorlar va boshqa, turli xil faoliyat bilan shug'ullanuvchi ayrim iqtisodiyotning tarmoqlaridagi biznes egalarini keltirishimiz mumkin yoki soliq darajasini pasaytirish, soliq stavkasini, soliq olinadigan summadan chegirmalar taqdim etish, soliqli kredit, ya'ni soliq olishni kechiktirish yoki soliq summasini ma'lum miqdorda kamaytirish ko'rinishidagi asosiy soliq imtiyozlarini keltirib o'tishimiz mumkin ekan. Progressiv, proporsional va regressiv soliqlarni grafik ko'rinishida ko'rishimiz mumkin. Daromad hajmiga qarab progressiv soliq turlari bo'lishi mumkin. Bunda o'sha soliq stavkasi oshib boradi, daromad hajmi oshgani sari. Proporsional soliq stavkasi bu doimiy ravishda daromad hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar bir xil soliq stavkasi qo'llanilsa, regressiv soliq stavkasi bu daromad hajmi qancha oshib borishiga qarab soliq stavkasi shunchalik past bo'lishini anglatadi. Bizda hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida misol sifatida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bu proporsional soliq tizimi asosida tashkil etilgan. Vaholanki 2019-yilgacha bo'lgan davrda bu progressiv soliq tizimi asosida amalga oshirilgan, ya'ni daromadlardan kelib chiqib progressiv ko'rinishda soliq stavkalari amalda bo'lgan. Daromad hajmi o'sib borishi bilan o'rtacha stavka o'sib boruvchi soliqlar progressiv soliqlar dedik.
Daromad hajmi o'sib borishi bilan o'rtacha stavkasi pasayib boruvchi soliqlar regressiv soliqlar deb aytdik, hamda daromad hajmi o'sib borishi bilan o'rtacha stavkasi o'zgarishsiz qoluvchi soliqlar proporsional soliqlar deb aytilishini qayd etib o'tdik. Laffer egri chizig'i orqali biz mana bu yerda davlat byudjetiga tushumlarning soliq stavkasiga bog'liq ko'rinishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda Laffer o'zining nazariyasida aytyaptiki, soliq stavkasi qanchalik baland bo'lishiga qaramasdan, davlat byudjetiga tushumlar har doim ham bir xil ravishda ortib bormaydi. Soliqning ma'lum bir darajasida, ya'ni soliq stavkasining ma'lum bir darajasigacha davlat byudjetiga tushumlar oshib borishi mumkin, lekin o'sha darajadan oshgandan keyin davlat byudjetiga tushumlar kamayib boradi. Bu yerda eng asosiy omil yashirin iqtisodiyot, ya'ni soliqlar hajmi qanchalik katta bo'lishi o'z navbatida iqtisodiyotdagi ko'plab subyektlarni yashirin iqtisodiyotga o'tishga yoki faoliyatini berkitishga harakat qilishga undaydi. Va bu orqali davlat byudjetiga tushumlar ham kamayib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida soliqqa solinadigan daromad 1 trillion so'm bo'lsa, uning 30% demak soliq solinsa, bu 300 milliard so'mni tashkil etadi. Soliq stavkasining 30% dan 50% ga chiqishi soliq solinadigan daromadni 500 milliard so'm bo'lishiga olib keladi. Lekin bu degani, ya'ni 500 milliard so'm davlat byudjetiga tushmaydi. Nimani hisobiga? Ya'ni iqtisodiyotda ishlab chiqarish hajmi pasayib ketishi yoki o'z navbatida yashirin iqtisodiyot paydo bo'lishi bu yerda o'sha davlat byudjetiga tushumlarni kamaytirib yuborishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Soliq yuki darajasini miqdoran aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi soliqlar miqdorini to'lovga layoqatlik ko'rsatishiga nisbatan yoki soliq to'langandan keyingi daromad miqdorini to'lovga layoqatlilik ko'rsatkichiga nisbatan sifatida ifodalash mumkin. Bunda o'sha aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi soliqlarning o'rtacha miqdorini o'sha aholi soniga, ya'ni aholining soliqlar to'langandan keyingi daromadini aholining to'lovga layoqatlilik darajasiga nisbati orqali soliq yukini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Soliq yuki darajasini soliqlarning yalpi ichki mahsulotdagi salmog'i bo'yicha ham aniqlash mumkin. Bunda o'sha soliqlar miqdorini yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbati orqali, demak, biz yalpi ichki mahsulot tarkibidagi soliq yukini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi moliyaviy siyosatga o'tadigan bo'lsak, moliyaviy siyosat bu davlatning o'z vazifalarini amalga oshirish uchun moliyani tashkil etish va foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar majmui hisoblanadi. Bu yerda ikki xil diskretsion va o'zini o'zi tartibga soluvchi moliyaviy siyosat bo'lishi mumkin. Unda iqtisodiyotga ta'sir o'tkazish maqsadida soliq va davlat sarflarini o'zgartirib turish bilan bog'liq siyosat bu diskretsion moliyaviy siyosat. Iqtisodiyotdagi holat o'zgarishiga muvofiq tarzda tartiblanuvchi mexanizmlarni o'zini ishga tushishiga asoslangan moliyaviy siyosat bu o'zini o'zi tartiblanuvchi moliyaviy siyosat hisoblanadi. Davlat tomonidan iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatish maqsadida soliqqa tortish va davlat sarfi tarkibini o'zgartirish bo'yicha qo'llaniluvchi chora-tadbirlar fiskal yoki soliq byudjet siyosati deb aytiladi. Fiskal siyosat bir tomondan iqtisodiyotning tanazzul davrida davlat sarflarini oshirish yoki soliqlarni pasaytirish orqali xo'jalik hayotini rag'batlantirishni amalga oshirsa, boshqa tomondan iqtisodiyotni rivojlantirishning yuqori darajasida davlat sarflarini qisqartirish yoki soliqlarni ko'paytirish orqali yuz berishi mumkin bo'lgan inflyatsiya va ishsizlikning oldini olishni ko'zda tutadi. O'zbekistonda byudjet va soliq tizimini takomillashtirish masalalariga to'xtaladigan bo'lsak, mamlakatimizdagi soliq tizimini soddalashtirish va unifikatsiya qilish, soliq yukining yanada kamaytirish quyidagi bir qator o'sha vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni moddiy zamin yaratishi mumkin. Bular o'sha soliq yukini kamaytirish orqali soliq imtiyozlarini kengaytirishni, xorijiy investitsiyalarni jalb qilinishi va iqtisodiyotni modernizatsiyalashni kengaytirishga imkon yaratadi. Soliq tizimini soddalashtirish va soliq stavkalarini pasaytirish o'z navbatida xususiy mulkchilik tarmog'ini kengaytiradi, biznes uchun qulay muhit yaratadi va uning kafolatlarini ham mustahkamlaydi. Shuningdek, soliq yukini kamaytirish hisobiga soliq to'lovchilar ixtiyorida qoladigan mablag'lar o'sha reinvestitsiya qilinishiga hamda ishchi xodimlarning ish haqiga yo'naltirilishiga tavsiya qilinishi, jismoniy shaxslar daromadlaridan olinadigan soliq stavkasining o'sha belgilangan oraliq chegaralari bo'yicha pasaytirilishi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha imtiyozlarni kengaytirilishi pirovardida aholi daromadlarini ham oshishiga va o'z navbatida yangi ish o'rinlarining ham yaratilishiga olib kelishi mumkin.
Keyingisi bu soliq yukini kamaytirish natijasida soliq to'lovchilar ixtiyorida qolgan mablag'lardan samarali foydalanish, aholi daromadlari va bandlik darajasini oshirish hamda bu orqali xarid talabining ham jadal o'sishini ta'minlash mumkin bo'ladi. Soliq sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirish va soliq yukini kamaytirish eksportni har tomonlama rag'batlantirish va valyuta zaxiralarini tejash, ulardan oqilona va samarali foydalanishni ham ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, soliq tizimidagi islohotlarni chuqurlashtirish, uy-joy kommunal xo'jaligidagi islohotlarni chuqurlashtirish hamda energiya resurslaridan foydalanishda tejamkorlikni ta'minlash bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Shu bilan bugungi moliya tizimi va moliyaviy siyosat mavzuyimiz tugadi. Ushbu mavzu yuzasidan savollaringiz va fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.